Bugun sizlar bilan Avstraliyada oziq-ovqat narxlarini ko'ramiz. Bu yerda hayot qanaqa, marketlardagi narx-navolarni birgalikda ko'ramiz. Bu yerda Sitavoy, Aldi, Woolworths oziq-ovqat do'konlarini ko'rishingiz mumkin. O'sha O'zbekistonda Korzinka bu Makro do'konlaridek shulardan Aldiga kirsak narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Iloji boricha keraklilarni mandarin $3.69, olma narxi $599 kilogrammi, pomidor $11.99, $12, $2.99 $3 piyoz narxi, kartoshka narxi $3.49 va go'sht mahsulotlariga keladigan bo'lsak, alohida aytadigan bo'lsam, Avstraliya go'sht eksporti bo'yicha ham yetakchi. O'zim 13 yil Shvetsiyada yashaganman. Asosan New Zelandiya, Avstraliya va Braziliyadan eksport bo'lib kelardi. Go'sht mahsulotlariga keladigan bo'lsak, narxi $8, 170 grammligi bular stek holatida keltirilgan. Va qo'y go'shti leg stek, oyoq steki $15-30 paketlangan, hozir tayyor holda. Bu suyaksiz oyoq qismi. Bu suyaklik yelkasi $21.54 tayyor. $7 da bor va bu $9.65 narx-navolarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda $12.87 va butun tovuq $4.99 kilogrammi. Va bu yerda bu tayyor holatda yog'lar bilan qo'yilgan, paketlangan holatda steklarni ko'rishingiz mumkin. Avstraliyani Aldi, Woolworths do'konlarida. Sut mahsulotlari keladigan bo'lsak, $49, shu idish taksi va yogurt, bu grek yogurt, mashhur yogurt narxi $3.49. Turi ko'p, shu narxi $3.49 va suv bu arzoni $1.15 Endi mineralniy suv o'zimiz bilgan. Kola narxiga keladigan bo'lsak, 1,5 litrlik kola narxi $2.99, $3 ya'ni. $3 ga ko'rishimiz mumkin va Avstraliyani ham asali, yaxshi asal $6.9. Shu idish taksi 500 gram. Va non narxlariga keladigan bo'lsak, $3.79, $4 farq qiladi. Yog'lar narxi esa simichka yog' 2 litrlik $6, vegetables $4, olivkali yog'lar $14, sortiga qarab o'zgaradi.